qassob ko'payib ketsa, anu so'yar, manu so'yar deb mol harom bo'lib qolar ekan. Jon berayotgan molni anu qassob ko'payib ketib qolsa. Chala mulla ham ko'payib ketdi. Hech qancha ilmga ega emas. Munaqa deb o'zidan o'zi hukm chiqazib, din ilmi tinch okeani bor-u, o'shandan ham ko'p din ilmini yetuk o'qib, chuqur tushunmaguncha din diyonatdan fatvo berib bir narsalarni gapirib yorishlik mumkin emas. Fiqh ilmi bor, usulul fiqh. Shariatda nihoyatda usulul fiqhga katta e'tibor beriladi. Bu kitoblarni o'qib chiqqanmisiz? Ijmo, qiyos deganlari bor. Biz qiyosga ko'nmaymiz deydiganlar ham bor. Qiyossiz ish bo'lmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning mana muborak so'zlaridan qiyos ilmidan keltiray misol. Hazrati Umar so'radilar: "Ya Rasululloh, Ramazonda roza tutib xotinimni o'psam roza sinadimi, sinmaydimi?" dedilar. Tahorat qilyotib og'zingni chaysang rozang sinadimi, sinmaydimi dedilar. Sinmaydi. O'sha og'izni suvda chayqagandaqa misol dedilar. Bir ayol kelib: "Ya Rasululloh, jonim fido bo'lsin sizga sallallohu alayhi vasallam. Mani otam qarib qolgan, otamni o'rnida haj badal qilsam bo'ladimi?" dedilar. "Otangni qarzini to'lasang bo'ladimi?" dedilar. "Ha, otamni qarzini to'lasam, Allohning oldidagi qarzini unchinin to'laganing zo'r bo'ladi" dedilar. Qiyos. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldilariga bir eri xotin keldi. 6 ta bolamiz oqidi, mana bu bola qoraroq tug'ilib qoldi dedi. "Men shubha bo'lyapti" dedi hali odam. 5 ta bolam oqish, 6-inchisi bug'doydan qoraroq tug'ilib qoldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Nechta tuyang bor?" dedilar. 7 ta tuyam bor dedilar. "Rangi qanaqa?" dedi. 6 tasi qizg'ish, bittasi kulrang dedilar. Kulrangi nima kulrang bo'lib qolgan deganda, tuyalarni qon almashadigan paytida issig'i ko'proq bo'lib ketib shunday bo'ladi. Odamzotda ham shunaqa bo'ladi dedilar. Buni qiyos ilmi deydi. Alloh ham Qur'onda xamir dedi. Bitta bug'doydan bo'lgan aroqni gapirdi. Xamir harom bo'ldi deb. Shu xamir nimaga harom? Harom mas qiladiganligi uchun. O'shandan nimaiki insonni mas qilsa harom bo'lib ketilinadi. Buni qiyos deydi.